Assalomu alaykum do'stlar, barchangizni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bugun sizlarga yana bir AIni namoyish qilmoqchiman. Bu AImiz Daigen.ai deb nomlanadi. Mana ko'rib turgan bo'lsangizlar. Uning interfeysi mana shunaqa. Bu yerda bir qancha sun'iy intellektlar orqali videolar, rasmlar yaratsa bo'ladi. Ya'ni bu boshqa sun'iy intellektlarni o'ziga birlashtirgan sun'iy intellekt hisoblanadi. Mana Sora, Nano Banana, V3 qiladi. Xullas, bir qancha AIlarda qiladi. Mana bu yerga kiradigan bo'lsak, mana Sorada qilingan videolar. Bilasiz, bizani davlatda Sora 2 ishlamaydi. Buning uchun VPN kerak. Undan tashqari Sora 2 da ro'yxatdan o'tish uchun taklifnoma kodi kerak. VPN bilan kirgan vaqtida ham juda osilib, qotib ishlaydi. Shuning uchun mana shunaqa AIlardan foydalansak, bu bizaga ancha qulay. Ya'ni bu yerda oddiy o'zimizni internetimizdan kiramiz, hech qanaqa VPN ishlatmaymiz, hech qanaqa taklifnoma kerakmaydi. Shunchaki mana shu AIdan ro'yxatdan o'tsangiz, sizga 300 kredit beradi. 300 energiya beradi va har bir videoga ma'lum bir darajada kredit olib qoladi. Aytib o'tishim kerakki, bu AIda Sora 2 da V3 da kuniga bittadan video qilsa bo'ladi bepul. Demak, bu yerda Google akkauntdan ro'yxatdan o'tasiz. Bu degani, agar siz 10 ta Google akkaunt oladigan bo'lsangiz, 10 ta Google akkauntdan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizda o'zi 10 ta akkauntda 3000 kredit bo'ladi. 10 ta akkauntda 10 ta video yasasangiz bo'ladi. 10 ta Sora, 10 ta V3 kuniga bittadan beradi har bir akkaunt uchun. Demak, buni e'tiborga olib qo'yishingiz mumkin. Agar mana bu Sora 2 da qilingan videolarni ochadigan bo'lsak, bularning ichida tayyor promptlari ham bor. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu promptlar orqali siz o'zingizga boshqa videolarni ham yasasangiz bo'ladi. Mana bu mashinani ko'radigan bo'lsak, mana bularni tarjimonga olib, tarjimasini o'qib chiqishingiz mumkin. Mana bu mushuk mototsiklda ketayapti. Mana bu monstr bilan urushayapti. Mana bu esa bir necha oy oldin juda mashhur bo'lgan ASMR yo'nalishidagi video. Buni ham prompti bor, mana ko'rib turgan bo'lsangiz. Xuddi mana shunday qilib videolarni bu AIda yaratsangiz bo'ladi. Demak, endi bugun nima qilamiz? Sizlar bilan bugun bu yerdan mana sozdатni bosadigan bo'lsak, biza oldingi darsda qilgan o'sha mashhur film qahramonlari bilan syomka jarayonida rasmga tushib, uni video qilganmiz oldingi darslarda. Xuddi shuni bu AIda takrorlab ko'ramiz, chunki bu ancha bepulroq, ancha bizaga imkoniyati bor. Ya'ni u V3 hammada ham yo'q. Kling AIda bepul kutish juda ko'p vaqt talab etadi. Shuning uchun mana shu variantni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Bu yerdan sozdатni bosamiz va mana bizada 300 kreditimiz bor. Agar ichiga kiradigan bo'lsak, mana oyiga $5 bizaga mana shunaqa kreditlarni beradi. 6000 oyiga 300 video qila olasiz. O'sha 6000 da Sora 2 ga ruxsat beradi, V3 1 ga ruxsat beradi va boshqa sun'iy intellektlarga ruxsat beradi. Demak, endi bunga kirganimizdan keyin biza mana bu oldingi kadr va keyingi kadr degan narsa bor bu yerda. Va bu yerda mana generatsiya qiladigan modellarimiz bor. Real Motion Turbo degani bor. Mana shunda bepul cheksiz qilsa bo'ladi va Real Motion 2.6 bor. 2.6 Pro pullik. Mana kirib ko'radigan bo'lsak, o'sha oylik obunani sotib olishni bizdan so'rayapti. Biza hozircha mana shu 2.6 oddiyda qilamiz. V3 ham bor audio, biza 2.6 da qilamiz. Bu yerdan rasmni o'chirib, o'zimizning rasmimizni kiritamiz. Ya'ni oldingi darsda biza Nano Bananada rasm yaratgan edik. Mana birinchi rasmni bu yerga kiritsak va yuklab bo'lgandan keyin ikkinchi rasmga, ikkinchi kadrga ikkinchi rasmni yuklaymiz.
va pastdan formatni ko'rdingiz, mana 916 lik qilib obrazet qilamiz va endi bu yerdan agar xohlasak ma'lum bir effektlarni berishimiz mumkin, videolarga harakatlarni berishimiz mumkin yoki modelni almashtirishimiz mumkin. Bizga u hozir kerakmaydi. Shunchaki oddiy generatsiya qilamiz. Buning uchun bizdan 20 kredit olib tashlaydi. Hozir serverlar nagruzkada bo'lib turgani uchun 8 daqiqa ketar ekan. Taxminan 540 ta video oldimizda buyurtmada turgan ekan. Endi bu oyda yana nima ish qilsa bo'ladi? Bunda lipsing bor. Biza hozir shu lipsingdan foydalanib ko'ramiz. Lipsing bilasiz, hamma aylarda yo'q, V3 da yo'q, Kling ayda bor, Runway da bor. Mana bu yerga biror bir rasmimizni yuklaymiz. Mana bitta rasm yetadi va bu yerdan endi biror bir effektlar yoki bo'lmasa mana shu tekstni bu yerdan o'zingiz yozsangiz bo'ladi. Buni bosib turib bu yerga xohlagan tekstni yozsangiz bo'ladi va o'sha diktorning ovozini ham tanlasangiz bo'ladi mana shularni. Xohlasangiz buni, xohlasangiz buni. Ready to make your art move? It's easy with Digen's real motion. Bizga esa u kerakmaydi. Biza mana bu yerda zapisatni bosamiz va mikrofonimiz orqali o'zimizni ovozimizda lipsing qilamiz. Qizil tugmachani bosib sun'iy intellektga, mikrofonga ruxsatni beramiz va gapiramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Barchangizning kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Hammaga yangi yil muborak bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar. Barchangizning kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Hammaga yangi yil muborak bo'lsin. Mana bo'ldi. Bu yerda endi galishkani bosamiz va bizning audiomiz saytga yuklandi. Bu yerdan mana zvuk effektlarni qo'shishimiz mumkin. Xohlasak bizga u kerakmaydi va bu yerda endi yuqorida Gen 2 bor, Gen 3 bor. Mana ko'rib turibsiz. Gen 2 ni bossangiz, Gen 2 ni bossangiz 20 kredit oladi. Gen 3 ni bossangiz ancha yangi model 30 kredit oladi. Biz mana shu Gen 3 ni qo'shib sozdать videoni bosamiz va bizdan 30 kredit olib tashlaydi. Mana bu yerda pastda bizani videolarimiz buyurtmada turibdi. Mana bitta videomiz tayyor bo'lgan ekan. Ko'ramiz. Uncha o'xshamagan, lekin qayta-qayta qilib ko'rish kerak va promptlarni bunga moslab qilish kerak. Mana bu yuguradigan joylarini olib tashlash kerak promptdan. Va mana bizani lipsingimiz ham tayyor bo'ldi. Keling, oldin o'sha kino effektni ko'ramiz. Mana bu yerda ham ancha adashgan. Endi lipsingni ochib ko'ramiz to'liq ekran qilib. Assalomu alaykum do'stlar. Barchangizning kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Hammaga yangi yil muborak bo'lsin. Mana shunaqa lipsing do'stlar. Juda ideal bo'lmasa ham, lekin bepul versiya uchun, bepul narsa uchun ancha bo'ladi. Bir joylarda, proyektlarimizda, avatarlarimizni gapirtirganimizda, videolarni oldida salomlashganimizda, masalan, hikoya yo'nalishi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Kanalga xush kelibsiz, hikoya eshitamiz degan joylarni bitta mana shunday qilib olsak, o'zimizni yuzimiz bilan bu monetizatsiyada bizga ancha yordam beradi. Chunki ertaga apellyatsiya kelgan vaqtida ham mana shu o'zimizning yuzimiz bilan chiqib biza gapirib, video ishlash jarayonini gapirib o'tsak va videomizni ichida ham mana shu o'zimizning yuzimiz tursa, bu monetizatsiya berishda ancha yaxshi bizga imkoniyat beradi. Saytga kiradigan bo'lsak, saytda mana ko'rganingizdek bir qancha odamlarning yaratgan videolari bor va mana oxirida pastda globalniy reyting bor. Kim qancha video, kim qancha rasm yaratyapti. Eng populyarniy videolar, eng ko'p ko'rilayotgan videolar. Xullas, mana shunaqa qisqacha darslik edi do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.